kosa ovqatga hammamiz qornimiz to'yadi. Lekin shu dunyo uchun, o'ladigan dunyo uchun kimlar nimalardan voz kechmaydi? Kimlar kimdan voz kechmaydi? Okalardan, otalardan, onalardan kechib yuborganlar bor. Arzimas dunyoni evaziga. Farzandlardan kechib yuborganlarning sonlari qancha? Demak, birodarlar, bu dunyo hammadan qolib ketgan dunyo. Hech kimga vafo qilmagan, hech kimga. Bugun sizni cho'ntagingizda, ertaga boshqasini. O'lib, tirilib, joningizni tahlikaga qo'yib topgan dunyoyimizni ertaga bolalarimiz qanday sarf qiladi, xarajat qiladi, uni hech kim bilmaydi. Hech qaysimiz bilmaymiz buni. O'rniga sarflaydimi, joyiga sarflaydimi, sotib yuboradimi, kelinlaringiz hali nima kuyga soladi? Shuning uchun ham o'rtacha bo'lganimiz yaxshi, o'rtacha.